Assalomu alaykum. Bizi kanalimiz ashaddiy muxlislari. Biz bugun Parsez kelganmiz akalar. Nima yangilik desang, Parsezga как раз Anor choyxonasi oldiga santexnik magazin ochilgan. Buni yoniga ayollar liboslari bor. Shu ikkala magazin bizni bir akamizga tegishli, kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bu narxlar regar bo'yicha inshaalloh bir xil, regardan farq qilmaydi. Xudo xolasa, kim mana shu yertaga yaqin bo'lsa, 3000 dan ortiq savdo qilsa, santexnik tovarlarni yetkazib berish xizmati bepul yetkazib beradi. Xohlagan tovaringiz bor. Ham ayollar liboslari magazini ham hamma kerakli liboslar bilan to'ldirilgan kelaverasiz, xudo xolasa. Ko'p bu yerga arendaga beriladigan har bir tovarlarimiz bor, kompressorlardan bor, mana отбойник bor, keyin kraska sepkisi ham bor. Xullas, mana bular narxlari 900 so'm. Mana hammasi turetskiy tovar, mana shu hammasi turetskiy hisoblanadi. O'roqlar bor. Mana bu gazni, mana bu mayda gaz ballonlarining ustiga qo'yiladigan arzon narxlarda satillar ham bor. Xullas, kelaverasizlar. Kafel kley hammasi bor. Bu magazin o'z faoliyatini mana 2-3 kun bo'lib boshlagan, yangi ochilgan. Xudo xolasa, sizlar tarafdan podдержка. Sizlar kelib qo'llab tursalaring, xudo xolasa, narxlarni chiroyli narxda qilib berishadi. Hozir ozroq syomka qildik, narxlarni imkon qadar aytib o'tishga harakat qilganmiz. Mana kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bittadan laykni bosib, xaridorlarga jo'natib qo'ysangiz, inshaalloh nima kerak bo'lsa topiladi. Mana bu ko'rasizlar, mana bu kafel kesadigan nimamiz kattasidan 2 dona olib kelib qo'yibdi. Tabga ko'ra, agar zakaz qilsalaring yana olib kelaverishadi. Xullas, laykni bosasizlar, inshaalloh narx-navo bilan biz sizlarni tanishishga davom etamiz. Podдержка sizlardan, narxlarni chiqarish bizdan akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p. Motorlar narxlari bilan bir tanishib o'tsak ekan. Motorlar narxlari aka. Bu motor nima uchun ishlatiladi? Narxi nechi pul? Motor bular zo'r motor. Mana Pamellardan ham zo'r Makres motorlari chiqqan. Xo'p. Bu davleniyasi ham zo'r, keyin obmotka med yaxshi ish beradi. 0.75 750 kilovat. Nechi pul bu? Bu 500 so'm. 500 so'm. Xo'p. Bular nechi pul? Bu obmotka med 900 so'm, minutiga 120 litr suv beradi. Juda zo'r nasos. Baqvat. Bu 1 kilovat. Ha. Mana. Bular nechi pul? Bu 550 vakuum juda zo'r nasos. Bular original. Shanji 550 lik 800 so'm. Ana endi 700 so'm, bular 370 kilovat. Yeni 370 lik. Bunisi ana 600 so'm, 125 watt. Akalar, mana motor Krokodil. Nima uchun qayerga qo'yiladi aka? Krokodil asosan quduqlarga qo'yiladi. Kachatga qo'yiladi. Juda zo'r ish beradi. Yaxshi nasos, sifatli nasos. Bular kilovati nechi buni? Xo'sh, buni kilovati yozilgan. 1,5 kilovat. 1,5 kilovat bo'lsa, Alloh alam 1,5 kilovat. Ko'p tok tortmaydi, 1,5 kilovat. Bular ham 1,5 kilovat. Pompa, 50lik pompa. Quduq uchun. Yo'q, bular gryazniy voda, keyin mana огородlarni sug'orib olishga ham juda zo'r narsa bu. Juda zo'r narsa. Firma Original. Firmadan kelgan bu narsalar. Rodex firmasidan. 900 so'm, mana bu yangi chiqqan firma 2200 so'm, Ariston bu 1300 so'm. Har 50 litrlidan ham bor, har namudidan bor. 900 so'mdan regar narxi даже muomalasi ham bo'ladi, xudo xolasa. Assortiment ko'p. Assortiment mana xohlagan zapchas, ventildan tortib, amerikanka, zugon, adapter, klapan, обратный klapan hammasi bor. Mana semistitellar bor, normalniy semиstitel, arzon, regar narxidan ham arzon. Nechi pulgacha bo'lyapti bular hozir? Arzonidan to qimmatigacha. 350 dan 600 so'm, 700 so'mga davr bor. Shu regarga qanday bo'lsa shunday даже giday arzoni ham bor. Regar narxiga qaraganda. Kelishtirib beriladi. Yana kelishtirib beriladi. Xo'p, mana bu yerga mana umvalniklar bor. Nechi pulgacha bo'lyapti hozir? 500 so'm, 300 so'm, 400 so'm komplekt zugoni bilan. Unitazlarimiz uchun narxlar qancha bo'lyapti?
unitazlar zo'r unitazi bor. Mana Coco degan unitaz bor. 1000 ha, firmaniki 1100 somon. 1100 so'm. Mana bu unitaz 700 somon. 700 so'm. Ha, mana bu Qariyalar uchun garshoklar. Bular ham regal narxida. Kuxninni nimalar bor? Mualliklar bor. bular necha pullanadi? Bular narxi yozilgan 360 so'mondan. Kattasi 420 somon. Narxlar yozilgan. Narxlar Assortimentlar, xohlagan assortimentlar bu. Nimaga santexnika kerak bo'lsa, shu mahsulotlar Santexnika kerak bo'ladigan hamma mahsulotlar bor, topiladi. Narxlari bu yozilgan narxdan yana kelishtirib beriladi. kelishtirib beriladi, regardan ham arzonroq narxga bo'ladi. Beradi inshaalloh. Hamma narsa bu. Mayda-chuyda nima kerak bo'lsa. Sharoitlar hammasi bor-da. Nima bemalol uстановка bo'lsa, topishingiz mumkin. Bemalol mayda-chuyda nima kerak bo'lsa, kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hamma narsalar yozilgan. Nalarimiz bor, sensorli. Prostoy ham bor. Sensorlilari 350 so'mdan 400 so'mga davr. Yana arzon bo'ladi. Mana prostoylari 150 somon. Keyin unvonlik simistitellarimiz bor. 150 dan 170 ga davr. Xohlagan namudi, keyin sifatli namud hammasi. Shu regal sharoit qanday bo'lsa bergan ham shunday. Mana filtrlarimiz bor. Filtrlar hammasi qoidaviy. Mana bu somon qo'yadigan burchakka qo'yiladiganlar ham bor. Shu shilang bor. Mana bu traplarimiz bor. 1 metrli traplarimiz bor. Mayda traplarimiz bor. Assortiment topiladi. Assortiment любой xilga topiladi. Mana termix uchun tentlar bor. Terma datchiki bilan. Qoidaviy o'zimiz almashtirib beramiz xohlasa. Boshqa qo'yilgan termixlarni ham-da, masalan. Kabellarimiz haqida ma'lumot bersangiz. Kabellarimiz haqida o'zaro ma'lumot bering. Mana montaj uchun kabellar bor. 1 so'm 30 tiyindan 4 somon, 3 somon, 4 somonga dor sifatli mahsulot hammasi montaj uchun. Keyin nima kerak bo'lsa, rozetka, podrozetnik, korobka hamma narsasi mana shu yerdan topiladi. Mana hamma narsa regal sharoitiga mana. Firmaning narsalari. Nima kerak bo'lsa hammasi. Hamma sharoit bor. Anura Klaus Hozir brend bo'yicha. Klaus sifat bo'yicha. Sifatli mahsulotlarda. Ko'rasizlar. Kelaverasiz xudo xolasa. Inshaalloh. Bu hammasi firmaning narsasi. Firmaning bu garantiyasi. Garantiyasi bilan. Shurpaviyorlar bor. Shurpaviyorlarimiz necha pullar? Shurpaviyorlar 550 somon muomala bo'ladi. Keyin bular 5 shotchni yaxshi shurpaviyor. Keyin mana bu yung oladiganlar ham bor. 800 somon. Bular 5 shotchni. Firma sifat yaxshi qo'ymaydi. Benzapilamiz necha pul? Benzapila 850 somon, turetskiy firmaning mahsuloti. Qaysi firmaga tegishli bular? Rodix firmaga tegishli. Rodix. Buni keyin benzapilasi ham bormi sizlarda? Bor. Yangi chiqqan firma sifatli. Kasilkamiz necha pul? Kasilkamiz 900 somon. Bu ham Rodix firmasi. Original turetskiy. Keyin arendaga kompressor bor. Mana отбойный молоток bor. Bu ham Rodix firma. Kuniga beriladi. Kunlik arzon. Kelishtirilgan narxga. Gapiring. Mana kafellarimiz bor, sifatli, kvadrati 50 so'm devorligi, palavoyimiz 65 somon. Mana kileklarimiz bor, 35 so'mdan 65 so'mga davr. Sifatli. Mana utupetel bor, bochkani ustiga masalan. Turbalarimiz bor, turetskiy, Xitoydagi xohlagan namudi topiladi masalan. Turbani utupetellari bor. Qish uchun. Mana 1 tonnali bochkamiz bor. Bochkalar necha pulga yozilgan? 1150 somon regal narxi yozilgan. Usmon aka yana muomala bo'ladi bu. Inshaalloh dastlabki xizmat. Inshaalloh 3000 somon savdo bo'lsa dastlabki bepul. Xudo xolasa. Mana vannamiz bor. Vannalar necha pullar? 1100 somon vannamiz regal narxi. Regalga bo'lgan narx sherga bor. Yani даже yana assortiment hammasi mana shilanglarimiz bor. Podrozetnik. Shilanglar 10 so'mdan 12 so'mga davr. Xohlagan namud shilang topiladi. Bir korobka, vallik, kraska
shestigrannik hammasi firmaniki bor. Turetskiy firma. Turetskiy firma. Satlarni ish bilan bo'lyapti bular aka? Satillar 16 so'mdan 35 so'mga dollar.